Men ish boshlaganimga 7 yil bo'ldi. Bu yil 7-yilim. Men 7 yildan beri o'tilgan kurslarimdan 8 ta kursimni bepul qo'yib qo'yganman. U degani, siz bemalol 1 oy, 5 oy, 6 oy o'rganishingiz mumkin bo'lgan kurslar. Taxminan 2 yilga yetadigan kursda bepul qo'yilgan. Eng qiziqarli joyi, odamga odam kerak. Masalan, siz och qoldingiz, retseptni o'rganguningizcha, kitobni ochib o'rganguningizgacha siz erinib qolasiz. Men nimadir noto'g'ri qilib qo'yishim mumkin deysiz va siz boshlamaysiz uni. Lekin sizga "Kel, men o'rgataman, qara, bu piyozni ol, yog'ni ol, mana qovriysan, bo'ldi, pishdi, ye. Mana, davay o'tiramiz." Bu shunaqa sizga o'rgatsa, sizga bu rosa oson. Shuning uchun odamga hozir jonli muloqot zarur insonlarga. Biz jonli muloqotga hozir taklif qilyapmiz. Bizda 8 oylik coaching kursimiz bor. Nimaga 1 oy, 2 oy emas? Chunki bu juda ham katta soha. 8 oyda ham men juda ko'p narsa beraman deb o'ylayman. Menda o'qiganlar o'ylaydi, tushunadi, что buni yillab o'rganish kerak ekan. Yana ham chuqurroq, yana ham mustahkamroq bo'lish uchun ko'p o'rganish kerak ekan deydi. Biz mana shu 8 oy davomida insonlar bilan jonli muloqotda birgalikda boramiz. Ular har kuni men bilan gaplashish imkoniyati bor. Haftada 2 marta jonli darsimiz bor. Xohlagan payt savollarga javob beraman. Tunu kun 24 soat.